O'zini o'ltirib olgan Shanxaylik 14 yoshli qiz o'quvchining ota-onasiga yozgan vasiyatnomasi. Manga ota-ona bo'g'ininglardan xo'sh bo'lishim tegishli bo'lsa-mu, ammo yana bir qatam qayta tug'ilish nisib bo'lsa, biz hargiz ko'rishmayli. Chunki balaliq aslimlarimda men xo'sh bo'g'dak hech nima yo'q. Sizlar meni emas, mening sinf bo'yicha oldingi 10 bo'lishimni, yilliklar bo'yicha oldingi 20 ning ichiga o'tishimni, imtihondan to'liq nomer elishimni yaxshi ko'rsizlar. Shundala boshqa ota-onalar oldida maydonlarni egiz ko'tarib yuralaysizlar va maqtana olaysizlar. Sizlarning arzuyinglardagi qizinglar intayin munavvar bo'lishi, gap anglishi, chiroyli bo'lib qolmay imtihonlarda to'liq nomer elishi hech qanday kamchiligi bo'lmasligi kerak. Shundala sizlarning arzuyinglar qanoat topidi. Ammo men bunga yetolmayman. Shunga hamisha besim va qo'rqinish his qilaman. O'qish boshlansa to'liqsiz 2-yillikka chiqaman. Sizlar oddiy o'ylagan boshlang'ichni, ko'ngillik deb qaragan tayyorlikni men qanchilgan erkinlik va xushalligimni qurbon qilib bitirib keldim, bilamsizlar? Shunga qabohatga to'lgan to'liqsizdan yana nima kutarman? Bundaq umidsizlikni o'zinglar menga berdinglar. Chunki men sizlarga shon sharaf ato qilish mashinasi ham vafodor farzandning obraz vakili bo'lib keldimki, ota-onasining qanot ostiga elishiga ehtiyojli bo'lgan ojiz bir farzand ekanligim har ikkinlarning esiga kelmadi. Do'stlarning oldidagi o'zaro obro'y-parastlik qilishadigan qurol bo'lib keldimki, menda bu balaliq dunyosidagi sho'xlik va kapsizlikning bo'lishiga qilchi yo'l qo'ymadinglar. Sizlar boshqalarning oldida intayin qoidalik va adablik, gap so'zinglar intayin siliq va madaniy. Lekin mendek qizinglar sizlardan hamisha intayin qo'pol gap va haqoratlarni la ko'rib kelyotdi. Açıqlarını menden çıqırıb sizler xoş buldunlar. Lekin men sizlerge ko'rsatmay yig'lab keldim. Sizlerning nazaringlarda men kichik bo'lganim bilan sizler bilmaydigan nurg'un ishlarni bilaman. Men tug'ilib sizlerning xo'shliqinglari uchun intayin kichik bo'lsa-mu to'kpamni qo'shgan. Shundaq turuqliq sizler meni xohlasanglar urib, xohlasanglar tillab keldinglar. Yüzümge şaplaq bilan ursanglar pek ağrıydı. Natijam sizler o'ylagandek bo'lmay qolsa, qo'limning dumbisi, olqini eng oxirida yuta va dumbamga ursilar. Dumbamga ursanglarga har holda ko'tara olmayman. Lekin tasma yoki toksimi bilan putumga ursanglar ajoyib og'rib ketadi ekan. Yani texi balalarni haqoratlashning eng yaxshi usulini biladi ekansizlar. U bo'lsa-mu sapmikash bilan eshik oldida turg'izib qo'yib, bechora holatimni boshqalarga ko'rsatish. Acaba sizler kichik balalarda azoblanishni biladigan yurak yo'q deb o'ylaganmi? Eng qiziq yeri qiladiganni sizlar qilib, o'valchilikda qog'ini xuddi sizlardek uyqusizlikqa giribtor bo'ldim deyishinglarchu. Hujranglarga uxlug'ili kirib ketibmi tillashdan to'xtamaysizlar. Men bo'lsam o'tgan ishlarni o'ylab, yana qanday qilsam sizlarni rozi qilg'ili bo'lganini o'ylab, ko'nglim yerim oldi yotdiman. Sizlar ota-onalar balalarning sarang bo'lib qolishidagi sabab o'g'inish besimining yuqorliqida deyishidi ekansizlar. Lekin o'zinglarning o'g'inish natijasini hammadan muhim o'ringa qo'ydiganliklarini faqatla deyishmaydi ekansizlar. Bularning hammasi kelgusimiz uchunmish. Acaba biz uchun hozirning o'zi kerak emasmi? Men tushundim. Ota-onalar o'z xatoligini bilmaydi. O'tmishdimi bilmagan, hozirmi bilmaydi. Kelgusida texmi bilmaydi. Biladiğini faqatla biz sizlardek vaqtda undaqduq mundaqduq. Sizlarmi shundaq bo'lishinglar kerak degandan iborat. Sizlar o'zinglardagi xatolikning nadaligini bilgan bo'lsanglar, bizga bundaq gaplarni qilishga yuzinglar chidamagan bo'ladi. His qilmadinglarmi? Sizlar qandaq bo'lsanglar biz shuni o'rgandik. Gaplaringlarga qarab emas, harakatinglarni do'rab o'rgandik. Safada o'ngisiga yetib turib o'g'inish qilayotgan odamni nemishqa terishmaysan deyish ayib emasmi? Ota-ona bo'lganliginglar uchunla sizlar nima qilsanglar to'g'rimi? Men bu qitimqi adabiyotdan olgan 60 nomerga, matematikadan olgan 70 nomerga, ingliz tilidan olgan 80 nomerga qandaq yuzlanishni bilmadim. Har qancha terishmo yanala o'zim eng yoqtirmaydigan natijasi nachar o'quvchi holatida turib qoldim. Shunga bu qitimni yana ochiqlarni chiqirdigan qurol bo'lib berishga majbur bo'ldim. O'lmoqchi bo'lganim uchun bu dunyoga yuz kelolmayman. Lekin men yuz kelolmaydigan narsalar orasida hargiz sizlar yo'q. Men haqiqatan sizlar o'ylagandek munavvar farzand bo'lish uchun ko'p terishdim. Ammo ba'zi ishlar qo'limdan kelmadi. Baribir hozir biz bir-birimizdan bezor bo'ldik. Shunga men ko'zinglardan g'oyib bo'lsam-mu, uncha afsuslanarli ish emas. Shundaqku, men sizlardan xafa bo'lmayman. O'zinglarni asranglar.
to'la achchiqlab ömrünglar qisqarab ketmesin. Sizlar qiz bola beqishqa mos kelmaydi ekansizlar. Balkim o'g'il bola baqqan bo'lsanglar yaxshiroq bo'ladi. Nimali degan bilan o'g'il bolalarning bardoshlik berish kuchi qizlarninkidan yaxshi. Shunga bu holatga tushib qolishimni tamoman mendan ko'rsanglar bo'lmaydi. Men butun kuchim bilan tirishdim, ammo o'ylaganinglardek yaxshi bo'lolmadim. Bir hisobda bu mu yaxshi bo'ldi. Endi sizlar mendan topshiriq ishildimi deb ansirmaysizlar. Elektronlik o'yinchiq o'ynaganmidi deb meni marab jafo tatmaysizlar. Üstülimning tartmasida men yiqqan barliq naq pullarim bor. Sizlarning menga bergan 30 ming yuan bayramlik pulinglarmi bor? Baribir bu pullarni men bir qitimmo azoda xashlab baxmadim. Pulim bor deb nima qilaman? Hammani sizlar elinglar. Menga bergan telefonlarni elinglar. Endi hammasi sizlarga tava bo'ldi. Men ketsam mendek yormasdan birsi azaysa, uyinglar texmi bayashat bo'ladi. Derslerinin hemen anlap buldum. Paytop kursu qatnaşmayman desem sizler gipimni anlamadыңlar. Bu dersini çoğunlar anlasımı buludu iken. Vaqt çıqırıp sizler qatnaşıp tügütüydіңlar. Endi bolsumu o kurs bu kurs qatnaşımayman dep jiddiychilik ichida yaşamaydigan boldum. Ruhim azad alda sayliqib baqsa nima degan payzi? Xotirjam bo'linglar. Men uyda o'zimni o'ltirib olib, uyimizning vahimalik uyga aylanib qolishini xolamayman. Shunga o'lish uchun boshqa joyni tanladim. Men ketgandan keyin maktab kutubxonasidan 3 tal kitob ariyat olgan, shuni qaytarib o'tishni unutib qolmanglar. Savodoshlarim yotoq uyimdagi narsalarni yoqtirib qolsa, berib o'tasizlar. Ishonaman, ular cho'qim meni aslab turdi. O'ylab baqsam, bir odamni nobud qilish intayin oddiy ekan. Ya'ni uning bolaligini nobud qilsalar kifoya ekan. Qog'ini tabiiyla o'zi nobud bo'ladi ekan. Sizlar meni nobud qildinglar. Endi ukamga bo'lsa-mu obdan qaranglar. U menga o'xshash bo'lib qolmasin. Sizlar kichik bolalarni hech nima bilmaydi, shunga qolgancha bo'zaq qilsak bo'ladi deb o'yladinglar. Xayr, men xato qildimmi yoki sizlarmi? Yillar bu ishlarga o'zi hukm qilsin.